谁见过水晶般的冰山？野马似的血水河，冰上埋藏着珍宝，血水灌溉着天河。一马平川的戈壁滩哟，放开火炉唱歌。河水向东流，太阳又东升，爬上了撒念儿的高山顶，朝家儿望着北京城，航海连接着天边大山，冲破了云层，维持万里的文娱哦，捎份心眼儿到北京。Azadlık armaya aynane qattiq muhafizat qilyotidi. Qo'l chog'ili zodil bo'lmayotidi. Qandaq vosita qo'llanishdan qat'iy nazar oynani cho'qim o'ltirmasak bo'lmaydi. Shamol kirmaydigan yer bo'lmagandek oynaga qo'l soladigan fursatning chiqmaydiganiga ishonmayman. Oyna yurtiga amdil qaytib keldi. Shunga u chiqib u yoq bu yoqni ko'rdi. Biz qalaymi qanchalikdan foydalanib qo'l solaylik. Pichoq ishlatgili bo'lmasa qurol ishlataylik. Qurol ishlatgili bo'lmasa portlatqich to'ri bilan portlatib bo'lsin o'ltirgilik. Ayna, meni eslayalidingizmi? Ben burun daim sizin uyunuzga berib turatdim. Siz... Sabırga! Anam siz deb kelgen xotin qaşlışığı bekamroq edi. Qaytib keldingizmi cho'nxon qiz? Niyazdaga, tinchlikmi? Shundoq demen turibdilar, ko'rib bek xushal bo'lyapman. Allohga ming marta shukr. Endi qaytib ketmaydigansiz? Ketmayman. Niyazdaga qandaqroq xir yaxshi turyapamdilar. Niye durunla? Oy can. To'xta! To'xta deyman! To'xta! Taş Muhammed, bak, aynanı odan, hop, tez, yürü lan! Ne durunla? To'xta! To'xta deyman! To'xta! Ablah, ilk günü Salyer tak eğizde azadlık armiyası yakın kırılıp kıyırındaşlarımızı itibatke sen emez miydin? Bugün sen ablakla öldüretmeydiğin bolsan. Nevruz, bunu öldürüp koyma. Tek tutaylı. Nevruz, özünüzde bir şey bile. Nevruz, bozkılı, vurma. Bunu direkt eplitaylı. Ne oldu? Hamalcan, o duşapxananing xizmatkori. Amer, onu gazarmaga etmeyinlar. Hop. Yürü lan, biz duşapxanaga varaylik. Hop. Tez! Kımırdama! Toxta! Kımırdama!
Girişme! To'xta, qo'laylik. Çay içeceğim. Aldırma içeceğim. Ha, ben çay içeceğim. Kıvırma! Balını koyup ver. Ben hoşum kalay. Vallahi çıkılma. Ola günahsız. Yakın girişme! Beni koyun. Beni koyuver. Hazır kıyfiyatlığınızda obdan düşünemem. Özünüzü bismillah. Aval balını koyup ver. Bunca ola adamla emrak bulsam herkes armınım yok. Balı tek kichik. Granatni xatirini bilmaydi. Mubada bexaslik qilib, jipni uzib etib qolsa, siz mutirib qolmaysiz. Ölsem meyli. Bunca ola adamla emrak bulsam herkes armınım yok. Herkes budaq niyatda bo'lma. Siz texi u darajaga yerga yetmadingiz. Yana fursat bor. Balani qo'yib berdig'ali bo'lsangiz, mana men sizga tutqun bo'lib beray. Meni aldayman deme. Sizni aldayotganim yo'q. Ham qarishliqni ko'rsatmayman. Chunki men sizdan bekor o'limdan qo'rqaman. Hozir endi 20 yoshga kirdim. Urush qilgandan boshqa hayotning hech qanday xoliqini ko'rmadim taqiq. Men bu boshqa qizlardek ham qayg'usiz xotirjam hayot kechirishni orzu qilaman. Sizni aldasam, o'zimning hayotim bilan o'ynashgan bo'lmam deb. Meni unda qilg'im yo'q. Quruq gapingni qo'y. Bu quruq gap emas. Sizga menga bu yashashga nasib qilsin da'vatdim. Biz uchun hozir birli yo'l bor. U bo'lsa meni tutqun qilib taqdim tushsiz. Andin Yanpayjonga aytib, sizga bir ot akeldirib beraman. Uningga meni tog' eg'izidan chiqsangiz hurlikka chiqsiz. Menga ishining, Yanpayjonga ishining. Sizni hargizmi aldamaymiz. O'ylab boqmamsiz. Yanpayjon sizni tutaman deb meni o'limga tutib beraman. Bizga ishining. Balani qo'yib bering. Meni qo'yver, meni qo'yver. Men bossam bo'lamdi. To'xta! Kıpırdama la! Hiç kaçalık kıpırdama la! Yo'q, muallim, meni qutuldirib oling. Koralını taşlap! Balını koyuversem sana hayat yolu birimiz. Biz azatlık armiye levzimizde turumuz. Arkağı burul! Bilendan ballan chapsan chiqib ketdi. Bizning shartimizni Yanpayjonga aytib qo'y. Herkes o'q chiqarmisan. Yuringlar bolalarım, yuringlar. Chapsan. Tez bolalarım. Onu tek tutaydı. Hop, Chapsan, chapsan. Chapsan bo'linglar. memle yürü la! Hiç kimden yakın gelişine ruhsat yok! Bu maydiken ok çıkarım ben! Tezroq. Tezroq bulinglar, tez. Yakın gelişme! Olmasa onu öldürüp ötüme! To'xtab tur. Uni qo'yiver. Qandoq gap bo'lsa chiroyliqcha deyishayli. Quruq gapni oz qilib! Bana attın bir ne köpe! Sana at bersammi beray. Lekin avval Qur'onni tashla. Taşlamayman! Tez bul! Olmasa onu öldürüp ötüme! Uni atdan bir nega berala. Hop. Sana atayıp geldim. Uni qo'yiver. Adamlarınki buyruk kıl! Ok yetkidek arlıktan yirak çekilsin! Tez! Çekin ola. Yine işlediğin bolsan, onu öldürüp ötümen! Çekin ola. Çekin ola.
Peycan. Men baray. İhtiyat kılın. To'xta! Qandaq? Atnımı ip geldim. Hem de onu koyuver. Quralını inada ilivet! Tez ilivet! Yere kırak taşla! Hem de onu koyup be. O meni uzatib qo'ymasa bo'lmaydi. O degan kız bala. Seni. Mana men uzatib qo'yay. Bo'ladi. Bo'ladi. Otni ipgan. Tezroq ipganamsan. Hem yani inçki aktırınla. Hop! Peycan, bu yerda patlatqich doğru bak ya. Bu yerde granat bak ya. Peycan, bu yerda laxin bak ya.
Peycan. Ha. Ular çoğun bu yerden kaçkan gel. Huanbencan, Renbencan. Ha. Bu etrafına qattiq oturinglar. Bu necis ispiyonni cho'qim tutmasak bo'lmaydi. Hop. Peycan. Bu yoqqa chiqmang. Jon doktor. Uning ahvoli qanday? Tek baylı uşaq geldi. Bırak gap qılanmaydı. U biz uchun birdan-bir jipirchi. Menga uni ixrori kerak. Uni bir amal qilib qutuldiring. Ma'qul. Navruz. Ha? Şu tapda bek bir aram bop ketyapman. Liu Fangni o'ylasamla, qo'lim ishqa bormayapti. Ishim bek siqilib ketdi. Sirtqa chiqib birdam havo yeb turay. Yana bir şpiyon tek tutilmadi. Bundaq chaqil sirtqa chiqsangiz da xatarlik. Beara bop ketayotgan bo'lsangiz, ikkimiz birdan paranglashib o'tiraylik. Mening taqat gap qilg'im yo'q. Liu Fangni qabrsini yo'qlab kelay deyman. Bundaqla borsangiz, men xotirjam bo'lamayman. Bundaq qilaylik. Men bilib boray. Yang Peycan. Bugun bu yerga asosligi Ozodlik armiyaga vakolatan oilanglarga rahmat etish uchun keldim. Navruz osh-qushlik paytda bizning ishpiyonni tutib olishimizga yordam qildi. Gulandammi o'quvchilarni qutqizishimizga yordam berdi. Sizlarga ko'p rahmat. Bundaq deyman. O'z vaqtida ishpiyon bostirib kirganda qo'rqib ketganimdan, sinfdan qanday chiqib ketganimni bilmay qolib edim. Hozir o'ylasam, tinim jug'ildab ketdi. Liu Fang hayoti orqali tojik bolalarni qutqizib oldi. Uning o'limi bek ichinishliq bo'ldi. Liu Fangning o'limi hargiz bekorga ketmaydi. Uni o'ldirgan qotilga hargiz yaxshi oqibat yo'q. Uni cho'qim tutib, Liu Fang uchun intiqom olamiz. Liu Fangni o'ldirgan ishpiyon o'ldi-ku. O'lgini bir peshka xolos. Uning kaynida cho'qim bir shoh bor. Yang Peycan. Eliqqa qechib ketgan Shohimanni tuta oldinglarmi? Inchga oqtiryapmiz. Sizlarning yordam qilishingizni so'rayman. Bo'ldi. Navruz, Niyazga turib kelinglar. Ma'qul. Xo'sh amsa. Xo'sh. 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 Amir! 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 Qo'ya, Gülendan bilan ko'rishgili borganmidingiz? Ha? Xotirjam bo'lolmay qoldi. U bir ojiz ayol edi. Naqadar qo'rqib ketgandi. Uyning oldiga berib bo'lgan odam nima ish kirmidingiz? Men Menga uchrab kelib tanqid-tanlashni qo'rqdingizmi ya? Ha? Meni ko'rib qolmagan bo'lsangiz, kiramidingiz? Yang Peycan, siz kelmagan bo'lsangizmi kirmaydi. Nima ishqa? Navruzning xato tushunib qilishni xohlamayman. Gulandamni tanlashni qo'yishni texmi xohlamayman. Biroq uni bir ko'rib olmasam, xotirjam bo'lolmaydi ekanman. Bunda qilsam to'g'ri bo'lmaydiganligini bilaman. Lekin
Lekin o'zingizdan boshqaramayapsiz, to'g'rimi? Amaliyotda bugun bu ishni sagaklik bilan to'nib yetib, hissiyotingizni tizginlaganligingizdan baxush bo'lyapman. Albatta, odam deganda hissiyot bo'ladi. Demak, har kim o'z qarindoshining hayoti tahdid kuchirganini ko'rganda parvo qilmay tura olasinmi? Ko'nglingizni tushunaman. Bundan keyin bir ko'ngilsiz ishga yo'l qilib qolsangiz, cho'nqur nafas ilib, birdam turib olib, ondan oldirmay sirtqa chiqarang. Bu xil chora unumga o'sib qolishi mumkin. Agar bu mukar qilmasa, o'zingizning xalq ozodlik armiya janchisi ekanligingizni, zimmamizdagi mas'uliyatning hammadan yuqori turadiganligini o'ylang. Qaltis qop yürekansizlar. Bütün şehirde seni tutumuz dep yürüyorsa korkmay üyümgü mümkün vatsan bu. Bu alakası noktasının qanchalik muhimligini bilemsen. Zaten amal bo'lmadi. Yoshirnikdek joyi chiqmadi. Yigidek tomoq, ishkidek sumi topolmadim. Ozodlik armiya meni tepib olmagan taqdirdami, ochliqda o'lib ketgidekman. Farqi davlat uchun ishlayotganimizning yuzini qilib bo'lsinmi, meni qutqizib olmasangiz bo'lmaydi. Men. Neç günden beri sizden bek ensirep yürüdüm. Yaramaz ablah. Bu ishni qanday o'rlashtirdinglar? Meni qo'shib partlatib atgan tas qoldi. Onun hiç mektepki berib olishini men nereden bilay? Bu haqiqatan o'ylab bakmagan bir ish bo'ldi. Shu paytda qanday o'ylayotganimni bilamsiz. U ablahni tamamen o'ldirib yetalaydim. Lekin hamma odamning ko'zi bizda tursa, kichikgina savallik o'tkazib qo'ysamla, salohiyatim oshkorlanib qoladi-da. Men xuddi bo'g'izlashga tayyorlangan qo'zichoqdek amalsizlik qildim. Oynani o'ldiramaganni ozdab, bu do'shapxonamni tugashdi. Yaramazlar. Endi qanday qilamiz? Aynani yana o'ldiramda. Bu gapni qo'ying. Fuqarolarning g'azabi tasi qanday bo'lganini tushunamsiz? Hozir butun shahardagi fuqarolarning ko'zi ichilib ketdi. Ular ishpiyonni ozodlik armiyaga tutib berishini qo'ydi bo'lsa, qaramlik qilib qo'ysak, o'zimizni o'limga tutib bermaymizmi? Do'shapxona oqtirilib, odamlarimiz bir yo'lda da to'g'ri uchib kelib, xonva planimiz yo'q chiqilib tas qoldi. Bo'lmasa, men Qashqarga berib Xanyingjon bilan ko'rishay. Bizga bir qancha odam bersin. Bo'lmaydi. Hozir ozodlik armiya qattiq qo'shar turyapti. Qashqardan bir qancha noto'nish odam kelib edi. Ozodlik armiya ularning piyig'i tushib oldi. Hozir hech qanday ish qilishga bo'lmaydi. Sal ehtiyot qilmasak, cho'ng planimizni buzib qo'yamiz. Bu shamol o'tib ketib, Yangguanxayning hushyorligi sal bo'shashganda, ondan uyda kim bor? O do'shapxondan qochib chiqqan edi Shoyima. Uni qanday badal qilishni sizdan so'ray deb turib, bo'lmasa o'ni. Ozodlik armiya uni tutamiz deb yuratmam. Bu yamchukni ularga tashlab qo'ysaklar, bo'lmadi. Do'klar. Ruxsat. Heycan, meni izlaganmidingiz? Temmanjon, ba. Bu men Andili yezib tayyor qilgan. Yo'ldosh Liu Fangni inqilobiy qurbon deb tizimiga ilishni iltimos qilishdi do'konatdi. Sen ko'rib boq. Undan boshqa sana shu ishni uqtirib qo'yayki, bosh shtabdagi maslahatchining ishiga kelsak. U Liu Fangning yigiti emas. Balki navroqisi ekan.
Buni u qurbon bo'lishning oldida o'qidi. Yo'ldosh Liu Fang seni intayin yaxshi ko'rdi ekan. Lekin u bu xil hissiyotning xizmatga ta'sir yetkazib qo'yishidan ansirab muhabbatini chandirmabdi ekan. O nurg'un ko'ngil sirlarini mana shu kitobga qoldiribdi. Peyjang. Ben charlashqa mangay. Nevroz, kep qapsizg'o. Yo'ldosh Dudashim. Men Gobenjanni izlab kelaverdim. Kechiring, Gobenjan yo'q. Gobenjan, Nima ish? sizga otib keldim. Bu mening eng omroq etim edi. Sizningki bo'lsin. Bu nim qilganingiz? Sizga otib keldim shu. Men qora turuq etingizni o'ltirib atgachga sizga ot to'ylab bermoqchiman. Ya'ni ish termoqchimi? Gobenjan, bu ish terig'im emas. Sizga chin ko'nglimda nomaqul bo'lmoqchiman. Eliq shpiyonning meni otmoqchi bo'lgan yolg'on ozodlik armiya ishkanligini o'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam, hozirgacha qo'ymaqib yur ekanman. Sizlar garchi kan qo'saqlik qilib, to'yimni qizitib bergan bo'lsanglarmi? Lekin ko'nglimdagi tugunchak yeshilmay, sizlarni boshqa maqsadda bormikin deb yurib edim. Biz tojiklar muhabbat nafratimiz ro'shan bir xalq. Dushmanimizga hargizmi rahim qilmaymiz, lekin do'stimizga samimiy ko'ngil bilan muomala qilamiz. Bu otni siz ep keting. Navroz, mana mush gapingizni kifoya. Men azodlik armiya jangchisi, intizomimiz bor. Ammoning narsini olsaq bo'lmaydi. Meni apoqingiz bo'lmasa, undaqda rosa urvelang, o'ltirmasingizmi mayli? Meni xatolik o'tkazib nazarband qilinsin. Hatto bu 3 tupaydan harbiy sudga topshirilib, ondan taridan ketib qolsin desangiz. Bo'pti. Otni menga bering. Bu men to'lab bergan ot tursa, bu tuzumlar qandoq tuzum? Bu Jungo xalq azodlik armiyasining tuzumi. Bundaq po'latdek tuzum bo'lmagan bo'lsa, biz butun Jungoni ozod qilolmagan bo'lardik. Navroz, ko'zingiz rostli ro'shanlashib, bizning zodi qanday qo'shin ishkanligimizni tushunganlar bo'lsangiz. Etimning o'lgini bekor ketmabdi. Bu ishni tatgan uvolchiligim oltindimi qimmatli bo'pti. Gobenjan, men Navroz hech kimga qoyil bo'lib boqmagan. Bugundan e'tiboran Yangpayjang bilan sizga qoyil bo'ldim. Sizlar haqiqiy burkutgansizlar. Allohga qasam qilamanki, jinimdan ayrilib qoladigan ish bo'lsa-mu, sizlarning bu yaxshiliginglarni qaytarman. Navroz, o'tgan ish salovat, biz yanılı do'st. Xayr xo'sh. Qaytaylik. Ço. Ço. Yo'ldosh, Yangpayjang bormidi? Bir ishingiz bormidi? Onun bilan xo'shlashqili kelib edim. Xo'shlashqili? Shundoq. Nega bormoqchisiz? Qumdovonga bormoqchi. Bugunla mangman. Dushman sizga qasd qilib olsa, bu yerda shundoq hushyor turibmi, ularning bu yoshirin suiqasdini to'sib qololmagan tursak, bu yerdan kelsangiz bexatarligingizga kafolatlik qilolmaymiz. Shundoqla sizmi xatarga uchrab qolasiz. Mush qitimqi yoshirin suiqasd orqali hammani aniq tanib yetdim. Hamda ota-onamning bexatarligidan texim ansirab qoldim. Hozirgi hissiyotimni tushunishingizni umid qilaman. Men ota-onamning qishiga hozirlik yetib berib, taharda yuz bergan ishlarni ularga aytib, ularni yurtiga qaytib ketishga undamoqchi bo'lyapman. Azodlik armiya men uchun shunchalar zo'r badal to'lagan tursa, menmi vijdonim bilan ish qilsam bo'lmaydi-da. Ko'nglingizni tushunaman.
Lekin hozir ahvol o'zgarib qoldi. Sizni ketkizib yetamayman. Manga ketish yoki qilib qilishning o'z ixtiyorimda ekanligini aytgan edingiz. Endi o'zingizda turing. Ota-onangizni o'zingiz yolg'iz qutqiza olamsiz. Qumdavan hozir Majanjonning qo'lida. Uning ota-onangizni majburlab olib ketishga maqsadi oshqushlik paytda dadangizdan iborat bu ko'zirni o'ttirg'a chiqarish. Shunga u bu ko'zirdan osonlikcha voz kechmaydi. Biroq ota-onamni ko'rmaganimga 3 yil bo'ldi. Vatanga qaytishdan ilgari kompartiyani tushunmagachga o'limga tavakkul qilib kelgan edim. O'z yurtini seg'inish odamni o'limdan bakrak azoblaydi ekan. Jangchi yo'ldosh. Nurima yenge, nima ish bo'ldi? Qo'rqinch chiqish bo'pti. O'zingiz bersanglar, shaq nima? Shayman. U yerga borgandan keyin ko'proq paqas bo'ling. Biroq kelishmaslik yuz berib qolmasin. Esimda tutaman. Yana mendan ota-onangizga salom aytib qo'ying. Ularga yetkazib qo'ying. Yangi jonga ularning qaytib kelishini har vaqt qarshi olaman. Beycan, çatak bo'ldi. Shohiman bilan biz tutib olgan edik, ishpiyon boshqalar tarafidan o'ldirilibdi. Nima? Qayerda? Sahya atrofida. Sizlarning mas'uliyatinglar nima? Qo'limizda shu birlik guvochi bor edi. U orqali tarixda yo'shirib olgan ishpiyonlarni tepib chiqa olamizmikin desak? Xizmat o'rninglardan qolgancha ayrilganinglar nimasi? Beycan, Bu nima ish? bu ishpiyonning qonini kesib ketgan. Qutqizib qolamidik. Bu ish qanday yuz berdi? Boy takilarni yuyib, orqa ho'yildi qismga yeyib deb chiqqan edi. Bakr hokim mendan ahvol o'qish qilib ketdi ekan. Uni kasalxonaga boshlab kirsam, u o'ldirilib bo'pti. O chog'da sen nima ish qilgan? Sirtda post turayotgan edim. Nuriman yenge nayt qo'rqib ketgan holda yugurib kelib, Shohimanni ko'rganligini aytdi. Biz ishpiyonni qechib ketmasin deb bilib berib qarsam, u o'lib bo'pti. Yanpayjon, men bexastalik qilib dushmanning damiga tushib, kechirgisiz xatolik o'tkazdim. Meni jazolang. Beycan, bu ishning yuz berishi yenimizda dushman borligini tushuntirib berdi. Menimcha, bu ishni qattiq tekshirsak, bo'libmi xabar yetkazib bergan Nurimanni nuqtliq tekshirsak bo'ladi. Menimcha, bu ishni uncha oddiy chaqliq qilib bo'lmaydi. Dushmanning ishpiyon Shohimanni o'tirg'a tashlab qo'yib, uni o'ldirib etganiga qaraganda, buning keynida cho'qim cho'nqur suiqasd bor. To'g'ri. Biz hargizmi dushmandan damiga tushmasligimiz kerak. Beycan, Nima ish? qarang. Ahvol ko'rildi. Ayna xanqas, to'xtam. Galbenjan, men Qumdavonga bormoqchi. Meni o'tkazib eting. Qumdavonga xohlagancha berishga bo'lmaydi. U degan Majanjonning qo'lidagi joy. Nima uchun? Ota-onam shu yerda turibdi-ku. Men ular bilan jam bo'lishga haqliq-ku. Rahim qilib, meni o'tkazib etgaysiz. Bu rahim qildigan ish emas. Chegara qarovxonasini saqlash bizning mas'uliyatimiz. Yanpayjonning buyruqsiz bu yerdan qushni o'tkazmaymiz. Yanpayjon, ketishimga qo'shildi. Biroq men Yanpayjonning buyrug'ini topshirib olmadim. Ayna, qaytib keting. Bo'lmasa bunda qilaylik. Ishimiz bog'lashaylik. Nima bilan bog'lashimiz? Bog'lashimanki siz menga o'q chiqarolmaysiz. Hey! Beycan, O'rninglardan ayrilmanglar. xo'p.
Peycan, bu ayol intizamı qilchi bo'ysunmaydi ekan. Bizga bir muncha avarchilik deb berib, butkul torini ansizlik chep qo'yib, endi ketib qolgan nemisi? Bu qanday ayol zodi? Uningga men ruxsat qilgan. Siz ruxsat qilganmi? Nima uchun? Shuncha ola ko'p ishbiyonlar uni o'ldirmoqchi bo'layotsa, bu qo'zichani yo'los yem qilib berganlik-ku. Dal mushundaq bo'lgani uchun uning ketishiga ruxsat qildim. Chunki dushman uningdan foydalanib biz bilan choruvchilar o'rtasida ziddiyat tug'dirmoqchi. Shunga uning qumda o'liga ketgani yaxshiroq. Tashmomatga deb qo'y. Qaribek shuni uqtirib qo'ysin. Uningga eng zo'r tirishchilik ko'rsatib, aynaning bexatarligini qo'dashni taplab qo'ysin. Xo'p. Qum davonga bostırib kayginingizdan qaraganda qaltis qap yurakkansiz-ku. Taharda 3 yil turibsiz. Tojiklarda o'z makoniga uchib kelgan burgut hech nimadan qo'rqmaydi degan tamsil borligini biladigansiz. Meni o'ldirmoqchi emasmidingiz? Qani qo'l seling. Aynaxon qizning Pamir egizligidagi ajoyib gul ekanligini burunla anglagan edi. Bu nomingiz bekor tarqalmabdi ekan. Oldin mush etib, hujum bilan mudofaalanib, men shoh beryapsiz. Biroq mening xohishingiz bo'yicha ish qiladiganimni qandoq bilasiz? Agar unda qozonga mundaq cho'mish qilsam, yengilgan bo'lib qolmabsiz. Sizni ko'rib qo'ydim. Xon bu harbiy maktabini bitirgan salobatlik bir harbiy turug'liq. Jang maydonida ilishanmay, xuddi chashqandek bu tog'ning orsiga mukyapsiz. Shu ahvolda shaxmatdan ig'zi chiqib salaytingiz to'shami? Bu degan strategiya masalasi. Buni siz tushunmaysiz. Oldimda qo'l ishitib meni kasgan emas ayblashga salaytingiz yo'q. Salaytingizga beqib ishga o'gaysiz. Siz ko'ngil bo'ladigan masala emas. Xanjar ko'krigimga to'g'rilanayotganda hayot mamatimga ko'ngil bo'lsam bo'lmamdi ekan. Sizning strategiyangizni bilmayman. Mening biladiganim shuki, siz yoshirin, razil vosita bilan odam qaslashni biladigan odam ekansiz. Gapni ochiq ayting. Kim sizni qaslabdi? E'tirof qilishga jur'at qilamisiz? Sizni qanday hurmat qilay? Aynaxon qiz. Men Majanjang azaldan bundaq razil ishlarni qilib boqmagan. Harbiylik salohiyati bilan va'da berayki, bu ishni hargiz men qilmadim. Harbiylik salohiyatingiz bilanmi? Qurolliq askarlaringizni boshlab berib, ota-onamni uchar qushma oyoq bosmaydigan mushundaq bir joyga olib kelib olsangiz bu harbiylik salohiyatingizga mos kelamdi. Albatta, buni strategiya masalasi deb olaysiz. Xatolashdingiz. Bu degan taktiki masalasi. Kun bo'yi charchadingiz. Aram oladigan vaqtingiz bo'lib qoldi. Gapdallik bilan amaliy masalani hal qilib bo'lmaydi. Erlar bilan ayollar o'tirsidagi farqmi dal mush yerda? Gapingizni to'liqlab qo'yay. Erlar bilan ayollar o'tirsida yana bir farq bor. U bo'lsa-mu, ba'zi erlar manmanlik qilishqamroq. Men sizga choplish berishga xushtar bo'lib qolmadim. Qishingizga mana bu xatni topshirib berish uchun kelgan edim. Gezi kelganda yana shuni deb qo'yay. Sizga o'xshashlar harbiy bo'lgan Yangon Xay sizga qaraganda ochiq oshkor ish qiladi ekan. Yengam, bu qiz ajab yomonkin ha. Quruq ayvi qilishqamroq ekan. Begim. Begim. Xon qiz qaytib keldi. Ha? U qaytib kelibdi. Ayna! Baba! Ana! Kızım, canım kızım. Tazımı uzundu qaytib geldin seni obdan bir görüp alaycı. Nima yig'laysan? Ayna qaytib kelganligiga xushal bo'lsak bo'ladi. Allohning shukri, Aynani tish aman qaytib kelishga nisib qilibdi. Ayna. Qarabey. Biz tojiklarning munavvar g'azalchisini bu yerda uchirtib qilishimni o'ylabmi baxmabdi ekanman. Chet elda yurib yurtimni seg'inganda hamisha naqshingizni eslab turdim. Söp-süzük bulaq suyu kiler mustaqdi. Yaqimda g'azal kuyi kilido eldi. Aynaxon qiz. Yani ko'rishalaydiganligimizni bilatdi. Amili ish qilganlar aql bo'lur. Zavol topgan hokimiyatning qurboni bo'lib nima kepti? Yolg'iz otning chingi chiqmas debdi ekan. Ahvolni kuzatib,
vaziyatni to'g'ri mo'ljallashingizni, shaxsiy or-nomusni a'lo bilmay, davlatning, millatning ulug'vor ishlarini, elni tinch amallikka erishtirishni a'lo bilishingizni, zaminimizda urush istitaklari ko'tarilmasligi uchun qurolni tashlab, jaholatdan qutulib, adolatga yuzlanishingizni umid qilaman. Bo'ldi, o'qima. Birli eg'iz gap. Al bo'l debdi. Yanguanxayning qaharda o'ltirib man xat yozayotgan chog'dagi qiyofasini ko'z oldimga keltira olmayman. Yengichi shah bo'lur, yengilgichi o'g'ri debdi. Uning xitining boshdan oxiri tog'ni talqon qiladigan jasorat va yiqimliq so'zlar bilan to'lg'indan qaraganda haqiqatan uqumishliq odamga. Afsus, boshqa sapda turib qoldik. Bo'lmasa sharaf ishkash, sirdishib, fikr almashtirishga munosib odamga. Xatni ko'ydirib at. Ko'ydirib atdamsiz? Mening qanday qilishimga Yanguanxay boshqa turib yurmasam bo'ladi. Uning qaror chiqarishga texim huquqi yo'q. Sunfugan. Qo'ydan ishkini o'ltirg'iz. Moni begimning uyiga o'z qo'lim bilan opirib ber. Yenga. Ayna xon qiz sizni bekli xato tushunib qopti. Sizni qarshamasmikin? Mubada ularning oldida sizning o'salalig'i tushirib qo'ysa, sat bo'larmikin? Mana bu xatni deyman, ha? Uni ko'ydirib yetishimni bilib turug'liq, yana yezib emasmi? Men uning bel qo'yatmaganligiga, ham oq ko'ngilligiga qoyilman. Uni haqiqiy ardisak bo'g'dik.像这